Sotuvga mana shu ikkita DAF Euro 5 lar qo'yildi. Bunisini narxi 36 ming AQSh dollari, bu qizilini narxi 35 ming AQSh dollari deb aytilyapti. Buni videosini alohida qilib kanalga joylaymiz. Qiziqqan bo'lsangiz kanalga o'tib, batafsil videosini ko'rishingiz mumkin. Hozir bu ko'k DAF Euro 5 bilan birma-bir tanishtirib o'tib ketaman. Tigach 2008-yilda ishlab chiqarilgan DAF XF 105 460 teligi bosib o'tgan masofasi 1.500.000 km masofani bosib o'tgan 8 teli mexanika korobkada retardasi mavjud. Salon ichki holatlarini videoda ko'rib o'zingiz baho berib qo'ysangiz bo'lar edi. Baklari bu tomonda 850 litrli bak, bu tomonda 400 litrli bak bilan jihozlangan, adbuli sistemalari uzdirib qo'yilgan. Tigachchi balolarini videoda ko'rsatib o'tib ketaman. Yaxshi holatda turibdi, ishlab turgan mashina. Mayda-chuyda kamchiliklari bo'lishi mumkin. Ogohdan o'zi uchun qildirib oladi. Prinsipi ham 2008-yilda ishlab chiqarilgan standart 96 kubalik Kogel prinsip bo'ladi. Moslari saf mos utka. Balolarning holatini videoda ko'rishingiz mumkin. Prinsipi ichlari usilni qildirib qo'yilgan. Yaxshi holatda turibdi. Agar qiziqqan bo'lsangiz, egalariga telefon qiling, o'zlarida batafsil ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Narxini ham telefonlashib, yana o'zlar bilan kelishsangiz bo'laveradi. Bu videoni mana shunaqa DAF Euro 5 larni qidiruvga tanishlarga jo'natib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Ikkitasi ham bitta akamizga tegishli. Telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat.